Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi sanamiz 2026-yil 29-yanvar sanasi. Ko'chatlarni ekkanimizga murabbarasi 33 kun bo'libdi. 33 kun. 33 kun deganda bir oydan oshdi. Mana shunday holatlarga keldi. Gulshonalari asta-sekin ochilmoqda. Ajralib chiqmoqda bu yoqqa. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozirgi holatlari yomon emas, yaxshi ketyapti. Mana poyalari ham ancha-muncha qalinlashgan. Shu sovuqdan keyingi asorati mana shunday. Barglari yopilib qolgan-u, lekin o'sish va rivojlanishdan to'xtagan yo'q. O'tgan yil ham Vardanza sortida bu holatni kuzatgan edim. Buni endi yana bir Epin Extra sepib yana bir sepib ko'ramiz. Epin Extrada ham natija bermasa, keyin yana bir izobion beramiz. O'zi inshaalloh joyiga tushib ketadi. Mana hozirgi holatlari juda ajoyib ko'rinishda. Mana yarim yana ochilishni boshlagan gullarini. Tez orada inshaalloh Koreyskiy tomaton degan dorini izlab boshlayman gullarini botirishga. Ular endi mana shunday bir ko'rinishga bo'ladi-da. Mana shunday yotqizib bir sinab ko'rdim. Yotqizayotdim, sal bir kit deganday bo'lish, tomirlari uzilyaptimi? Endi bir dorilar suv quyganimdan keyin sal namiqadi. Shunday yerlarim yumshaydi. Shundan keyin yotqizaman deb turibman. Sal bir boshlab ko'rdim-u. To'xtatdim işte. Mana shunday ko'rinishda yotqizilib chiqiladi. Bu taraf o'zim qilgan ko'chatdan. Bu tarafi esa shu o'sib ketgan ko'chatimizdan bularga mana shunday bu taraf qilib yotqizdik-da. Keyin mana jo'yani ichidan tuproq olib bostirib chiqdik tuproq bilan. Qanday natija berar ekan? Men o'zim o'yladim, shu tuproq bostirilsa, tomirlari ko'payib, yaxshi oziqani yaxshi oladi deb o'yladim. Mana shu tarafnigina qildim, faqatgina. Bu tarafi qoldi. Bu tarafi mana shunday bostirilib chiqildi. Ko'chatlarimiz ketishi yomon emas, yaxshi holatda. Bir oydan oshdi. Endi kunlarni ham bundan buyog'ini ko'rsatyapti. Rivojlanishini birgalikda ko'rib boraveramiz. Yaxshi o'sib ketaversa, ipga bog'laveramiz nasib bo'lsa. Shunday ko'chatlar. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir narsani aytish esimga chiqdi. Mana shu bittalik sim qilib qo'ygandik mana yerda. Ko'chatga tegib qoladigan bo'ldi. Keyin mana shunday qilib ikkita har bir joyiga ikkitadan qo'yib chiqdik. Ko'chatga tegmasligi uchun.